Nima uchun boylar borgan sari boyiydi, o'rta qatlam esa qarzdan qutulmaydi? Buni tushunish uchun ularning pul oqimi, ya'ni topgan pulini qayerga sarflashini ko'rib chiqishimiz kerak. Kambag'al insonlarning pul oqimi juda oddiy. Ular maosh oladi va uni to'liqligicha yashash uchun sarflaydi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va ijara puli. Ularda hech qanday aktiv yoki passiv qolmaydi. Barcha pul shunchaki keladi va ketadi. O'rta qatlamning pul oqimi esa biroz murakkabroq. Ular yaxshi maosh oladi, lekin uni darhol passivlarga sarflashni boshlaydi. Ular kreditga uy oladi, yangi mashina sotib oladi va qimmatbaho buyumlar uchun qarzga botadi. Ular o'zlarini bo'ydek his qilishadi, lekin aslida bu narsalar ularning cho'ntagidan har oy pul so'rib oladi. Maoshlari oshgani sari ularning xarajatlari va qarzlari ham shunga mos ravishda oshib boradi. Bu xuddi g'ildirak ichida tinimsiz yugurayotgan oq sichqonchani eslatadi. Endi boylarning pul oqimiga qaraymiz. Boy otamning siri shunda ediki, u pulini birinchi navbatda faqat aktivlarga sarflardi. U ijaraga beriladigan ko'chmas mulk, aksiyalar va bizneslar sotib olardi. Bu aktivlar unga doimiy ravishda qo'shimcha daromad keltirardi. Uning aktivlari shunchalik ko'payib ketdiki, ulardan keladigan foyda barcha kundalik xarajatlarni ortig'i bilan qoplay boshladi. Qolgan ortiqcha pulni esa u yana yangi aktivlarga tikardi. Shuning uchun ham uning boyligi kundan kunga, yildan yilga o'sib boraverdi. Eng katta farq shundaki, o'rta qatlam boy bo'lib ko'rinish uchun birinchi navbatda qimmatbaho narsalarni sotib oladi. Boylar esa qimmatbaho narsalarni eng oxirida sotib olishadi. Agar boy odam qimmatbaho mashina sotib olmoqchi bo'lsa, u hech qachon o'zining peshona teri bilan topgan puliga yoki kreditga bu mashinani olmaydi. U avval aktiv yaratadi va o'sha aktivdan kelgan foydaga o'ziga mashina sovg'a qiladi. Mashinani aslida uning o'zi emas, balki uning biznesi yoki sarmoyalari sotib olib beradi. Shuning uchun xulosa qiling. Boylik bu sizning qancha pul topayotganingiz bilan o'lchanmaydi. Boylik bu o'sha pulning qanchasini saqlab qolayotganingiz va u pul siz uchun qanday tinimsiz ishlayotgani bilan o'lchanadi. Sizchi, topgan pulingizni asosan nimalarga sarflayapsiz? Fikrlashni o'zgartirish vaqti kelmadimi? Keyingi qismda biz 3-chi muhim dars, ya'ni nima uchun o'z biznesingiz haqida o'ylashni boshlashingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Biz bilan qoling.